Mana bugün biz tuman axborot kutubxona markaziga shoir Fayzulla Turdiyev bilan birga tashrif buyurdik. Bu markazga haftada biz tashrif buyurib turamiz. Tuman ijodkorlari bu maskan bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu yerda biz yosh ijodkorlarni kashf etishda, ularni ijodlarini o'rganishda eng bir qulay maskan deb bilamiz. Bu yerdagi chet el adabiyotlari bilan yoshlarni tanishtiramiz. Shoirlar bilan, olimlar bilan yoshlarimiz tanishadi. Yana bir muhim jihat shundaki, bu markazda tuman ijodkorlarining ham kitoblari o'rin olgan. Mana qo'limda tumanimizning yosh o'sib kelayotgan shoiralaridan biri Go'zal Qosimovaning Shoir qalbi nomli to'plami, G'ofurjon Qarshiyevning she'riy to'plamlari shu yerdan o'rin olgan. Shoir Do'stmuhammad Do'stning kitoblarini men ko'rib quvondim. Men bu maskanga yana ham bir ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Tuman kutubxona markazining barcha ijodiy xodimlari charchamasinlar, kitobga mehr qo'yaylik, yoshlarimizni kitobga bo'lgan muhabbati, havasi yana ham ortaversin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.